Aha. Endi qaytamiz yana taqiqqa, ya'ni ateistlarning guvohligi qabul qilinmasligi shu paytda qonunan bo'lgan va ularga ko'ra agar dinsiz ateist odam o'g'ri urib ketsa, o'ldirib ketsa ham jinoyat jazosi qolib ketavergan. Chunki guvohligi olinmagan. Endi bu degani biror jinoyatni faqat ateist ko'rib qolsa, yana jinoyatchi omon qolavergan, chunki ateist guvohligi qabul qilinmaydi bu yerda. Xohlagan odam masalan 10 ta odamni bittasi o'ldirib ketdi-da, kelib uni ateist ko'rib qoldi, lekin ateistlik guvohligi qabul qilinmayapti. Aynan shu davrdagi mantiq qonunlarida endi. Aslida bu joylari bizga taalluqli narsa emas. Sharqda hech qanaqa unaqa narsa bo'lmagan. Sharq madaniyatida bu g'arbga xos, har doim g'arbga xos bo'lgan xususiyat bo'lgan. Endi bularga sababni aytyaptiki, narigi dunyoga ishonmaydigan odamni qasam ishroqi yaramaydi degan fikrga farazga asoslangan bu taqiq deb aytyapti, bu qonunda deyapti. Lekin va buni odamlarning haqqi, tarix haqida ko'pchilik buni bilmasligini ko'rsatib qo'yadi. Chunki tarixan juda ko'p nima deydi, boshqalardan ajralib turadigan insonlar ateist bo'lgan, buni ko'pchilik biladi deb aytyapti. Endi bu qanchalik to'g'ri bilmadim. Mana shu joyda e'tirozimiz bor. Twitterda ham yozuvdim. 18-asrdan oldin biron dona faylasuf topib bering, ateist bo'lganini yoki olim topib bering, ateist yo'q, tarixda yo'q. Chunki rostdan ham tarixda jiddiy qaralmagan. Ya'ni ateistlarga unchalik e'tiroz ham bildirilmagan. Chunki yo'q unaqa guruhda. Deyarli yo'q o'zimga qaraganda. Mayli shu qilmasa, lekin haligi falsafa yo'q-da. Chunki unaqa narsa borda, bizda azizlar, bizda hozirgi biz ham linear qaraymiz. Ya'ni hozirgi insonni o'zi o'ta aqlli deb bilamizda, lekin masalan Jon Lokni o'qisangiz, Beykonni o'qisangiz, mana Milda ham aqlchilarga e'tiroz bildiradi boshida, asarining boshida. Nima deganim bu? O'ta aqlga bog'lanib qolganlar, faqat aql bilan harakat qiladigan aqlchilar. Masalan, Aristotellar aqlchi. Platonlar o'sha skolastiklar aqlchi, o'ta aqlchi. O'shaning uchun aqlga yo'q, skolastiklar aqlchi hisoblangan, skolastiklar. U bunaqa narsa borda. Aynan mana shu skolastiklarga e'tirozda hammasi, bu Beykonni ham, Jon Lokni ham, Milda ham hammasining e'tirozi shularga. Ya'ni bu yerda ateizmni nimaga jiddiy olinmagan desa, chunki falsafiy tomoni juda ham zaif. Ya'ni falsafiy tomoni zaif bo'lgan o'qim, ya'ni nima deydi? Saviyali emas falsafiy tomoni, mayli az ateizm tanqidiga o'tib ketmaylik-ku. O'shaning uchun buni hozirgi keltirgan argumentni oldingi ateistlar ham juda ko'zga ko'ringan bironta ateist yo'q tarixda. Shunaqa, endi yana aytayaptiki, bu qoida o'zini asosiga o'zi bog'liq turadi deyapti. Ya'ni hamma ateistlar yolg'on gapiradi degan iddao bilan endi ateistlikni berkitmasa hammani oldida ochiq ayta oladigan odamni guvohligini olmaydi deyapti. Lekin ommani nafratidan qochib o'zini dindor qilib ko'rsatuvchi yolg'onchi ateistlar guvohligini qabul qiladi deyapti. Masalan, biror kishi ateist bo'lishi mumkin, lekin ommani nafratdan qochib o'zini dindor qilib ko'rsatadi. Bunaqa paytda guvohlik olishi mumkin, lekin jasurlik topib, bunaqa qat'iyat topib o'zida hamma yomon ko'radigan e'tiqodni e'lon qilsa, buni nimasini qabul qilmaydi guvohligini deyapti endi-da. Bu mexanizm unaqa ishlamaydi. Bu yerdagi e'tiroz bor. Ya'ni demoqchiki, Stuart shunaqa demoqchi. O'sha paytda rostdan ham ateistman degan inson cancel culture bo'lgan. Ya'ni jamiyat tomonidan ajratib qo'yilgan, hate qilingan va mana o'zini ateistligini tan olyapti va hate'ga uchrashga tayyor bo'lib, rostgo'y bo'lib turibdi. Bunaqa insonning guvohligini olmayapsan-u, mana ateist bo'lib turib, ataylab ateistligini aytmaydigan insonlarning guvohligini olib qo'yapsan-ku bunda deyapti. Bunaqa narsa bo'ldi, inson hissiyot bilan harakat qiladigan irratsional borliq dedim-ku. Mana ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'rsangiz, ba'zilar aynan o'sha cancel culture'ga, negativga uchrashni xohlagani uchun, ya'ni e'tiborga tushishni xohlagani uchun o'zi ham ishonmaydigan, masalan, o'zi umuman ishonmaydigan, o'zi ham unaqa fikrda emas aslida. Shunchaki boshqalarning e'tiborini jalb qilish uchun, masalan, chiqib dinga tanqid qiladi, diniy tanqid qiladi.
dinni yoki dindorlarni tanqid qiladi. O'zi aslida tag tagida dindorlik bor o'sha insonlarda. U nimaga unaqa qilyapti? U e'tibor xohlayapti. Agar tanqid qilsa, boshqalar chiqib turib bironta marginal narsani qilsa, boshqalar chiqib turib uni tanqid qiladi, u vaqtida gapiradi, o'sha e'tiborni minimaniyani olyapti. Bu yerda men ateistman degani faqat rostgo'y bo'lib qolgan emas, aynan o'sha e'tibor vнимание uchun aytayotgan bo'lishi ham mumkin. To'g'ri. Endi bitta misolda aytib ketyaptiki, shu paytdagi diniy bag'rikenglikni qanchalik taqiq qilishni aytyapti-da. Sepoy qo'zg'oloni deyapti. U qo'zg'olonliklari o'zi Hindistonda birinchi mustaqillik urushi deylar ekan. O'sha kitob yozilishidan 1-2 yil avval bo'lgan va Britaniya tomonidan qattiq bostirilgan. Endi shu paytda aytilgan ekanki, evangelist yetakchilar hindular va muhammadiylarni boshqarishda deyapti, Injil o'qitilib bergan hech qaysi maktabni qo'llab-quvvatlamaslik kerak deyapti. Shunaqa fikrlar aytishgan ekan o'sha davrdagi evangelistlar. Majburan musulmonlarga ham, hindularga ham xristianlikni o'rgatish kerak degan fikrni keltirgan. Yana bitta aytayaptiki, davlat kotibi o'rinbosari, davlat kotibi endi tashqi ishlar vaziri nimasida ko'rsak, shuni o'rinbosari aytayotganki, bu yerdagi diniy bag'rikenglik faqat xristianlik mazhablariga tegishli. Bu so'zdan bag'rikenglik deganidan foydalanib boshqa xurofot deb musulmonlar aytyapti. Ya'ni boshqa yana masalan hindular aytyapti, sixlar aytyapti. Endi bularga erkinlik taalluqli emas deb fikrga o'sha tashqi davlat kotibi o'rinbosari aytyapti. 1857-yilda 12-noyabrda deyapti, shungacha yozgan ekan. Endi mana shu fikrlarni tanqid qilyaptimi? Nima deyapti? Tanqid qilyapti. Men shunga diqqat qaratmoqchimanki, liberal ma'muriyat ostida ushbu mamlakat hukumatining yuqori lavozimiga loyiq ko'rilgan shaxs xristianlikka ishonmaydigan hech kimga bag'rikenglik taalluqli emas degan fikrga ishonar ekan deyapti. Ya'ni bu ahmoqona gaplardan keyin bu diniy taqiqlarni qaytib kelmaydigan darajada yo'q bo'lib ketdi degan fikrga kim ishona olardi degan fikrni aytyapti. Ya'ni tanqid qilyapti bu yerda. Biz taqiqlardan qutulib ketmadik hali, jamiyatda nimalari bor degan fikrni aytyapti. Shunaqa ahmoqona gaplarni aytyapti. Katta davlatda masalan 4-5 o'rindagi odam aytyapti bunaqa ahmoqona gaplarni deyapti. Endi sizga savol Azizullo, hozir yoqoldimi? Yo'q. Bu bunaqa narsada, bu Nilni aytayotgan fikrlari bor-ku. Ma'lum bir miqdorda utopiya. Chunki bu hammaga fikr erkinligini bersangiz, guruhlarga fikr erkinligini bersangiz nima bo'ladi? Eng yaxshi propaganda qila oladigan, eng yaxshi xitobotga ega bo'lgan, eng yaxshi ritorika qila oladigan inson o'ziga ko'proq guruh to'playdi. Ya'ni populizmga yo'l bu. Ya'ni bu yerda haqiqat emas, kim chiroyli gapirganini anaqasi ko'payadi xolos. Va bu yerda tanqid qilayotgan narsasi Suqrotning o'zi ham aytgan edi. Bu yerda tanqid qilayotgan narsasi nima? Ko'pchilik doim ozchilikka zulm qiladi, deyapti-yu. Hozirchi? Hozir misol uchun AQShda dindorlar 70% tashkil qiladi. Lekin dunyoda ham shunaqa. Dunyoda ateizm maksimum 30%. Lekin ateizmni anaqa bosim bor dunyoda. Siz siyosatda ham, ta'limda ham, barcha sohalarda ateizmni bosimidasiz. Yoki masalan LGBT hozir deyman, To'g'ri. Yoki masalan LGBTni diniy tomondan qaraydigan bo'lsak noto'g'ri. Va LGBT ham transgenderlik ham va boshqalari ham majburiy singdirilgan narsa jamiyatlarda. Va sizda bunaqa narsa bor-da, bitta katta muammo bor. Fikr erkinligi deyapmiz-ku. Fikr erkinligini qanday yo'qligini tushuntiraman sizga. Bizning maktablarimizda o'qitilayotgan narsalar sekulyar ta'lim. Sekulyar ta'lim o'qitiladi. Ya'ni siz tug'ilarkansiz, dunyoga kelarkansiz, maktabga borarkansiz, bog'chadan borib universitetgacha sekulyar ta'limni o'qiysiz. U sekulyar ta'limda ham emas muammo. Boyaga aytgan narsam nimaga? Ba'zi o'zbeklar, mana shu o'zbeklar bunaqa deb o'zini alohida ajratib oladi. Chunki bizning ta'lim sistemamiz
bizning ta'lim sistemamiz g'arbdan olingan va g'arbning mifologiyasini qabul qilgan. Biz tarixni ideallashtirmasligimiz kerak deyiladi-ku, miflashtirmasligimiz kerak deyiladi-yu. G'arbni tarix mifologiyasini olganmiz. Qanaqa mifologiyani olganmiz? Shunaqa, o'qitilish sistemasi shunaqa. Sodda qilib tushuntiraman. G'arbni tarix va kultur, madaniyat shakllanishini tushuntirishda shunaqa qiladi. G'arb bor, ya'ni bir qahramon bor, bir giroy bor. U Yunonda tug'ildi. U Yunonda qahramon bo'ldi. Va u qahramon ilm fanni ijod qildi, falsafani ijod qildi, demokratiyani ijod qildi. Hamma narsani, hamma yaxshi narsalarni, ezguliklarni ijod qildi Yunonda. Yunonda ijod qildi, Yevropalik u. Yevropalik. Undan keyin O'rta Sharqdan bir din keldi. Ularni orqaga tortadigan, qorong'u asrlarga tortadigan bir din keldi bechora yevropaliklarga. U 5-asrdan to 10-asrgacha qorong'u asrlar bo'lib qoldi. Qorong'u asrlar bo'lib qolganidan keyin yana biz renessans qildik, ya'ni yangilandik. Orada nima bo'ldi desa, orada shu sharqdagi bir ma'lum bir qavm bor. O'sha qavm bizni Yunondagi ilm fanlarimizni shunday tarjima qilib saqlab turdi. Biz o'sha 15-asrdagi 14-15-asrda qaytib o'zimizga keldik. O'zimizga kelgandan keyin ulardan o'sha tarjimani olib, biz yana Yunonga qaytib renessans qildik. Yunonga qaytib, Yevropaga qaytib, biz yana rivojlanib ketdik. Biz mana shu bilan rivojlandik, renessans qilib rivojlandik. Va bu yerda siz kimsiz? Bu yerda siz antagonistsiz. Bu yerda Yevropa, Yunon. Men nimaga chiqib turib mana YouTube'larda falsafa, ilm, fan Yunonda topilmadi, mana Misr, mana Bobil, mana Hindistonda videolar qilib yotibman. Shuning uchun qilib yotibman. Bu yerda siz antagonistsiz. Va siz mana shu qarash bilan ta'lim sistemasida o'qirgansiz. Sizni bolangiz, sizni madaniyatingizni, sizni ota-bobolaringizni, sizni qadriyatingizni, sizni, meni va sizni antagonist sifatida qabul qilyapti. Nima uchun bizda g'arbparastlar ko'p? Nima uchun o'zidan ham g'arbni yaxshi ko'radiganlar ko'p? Nima uchun o'zbeklar falon deb tanqid qilyapti? Chunki bizdan ko'rmayapti u o'zini. U o'sha Gerkules bor-ku, o'sha Gerkulesdan ko'ryapti. G'arb bu yerda Gerkules. Va ta'lim sistemamiz mana shuni ustiga qurilgan. Va biz bunga e'tiroz bildirar ekanmiz. Ta'lim sistemasida mana Yunonda bo'lmagan falsafa, Misrda bo'lgan, Bobilda bo'lgan foydasi yo'q. Bola shuni o'qiyapti. Bola nima uchun masalan sizga savol, nima uchun G'azdoliyni falsafaga qarshi chiqqan, aqlga qarshi chiqqan, ilm fanga qarshi chiqqan deyiladi? Nima uchun? Nima uchun? Bu narsani aytishi sababi nima? Chunki ular masalan orientalistlarni, yevropaliklarni G'azdoliyni aqlga, ilm fanga, falsafaga qarshi chiqqan deyishini sababi nimada? Chunki u biz tarjima qilib ilm fanni saqladik-ku, u qayerdadir tugashi kerak edi. Aytib ular olish kerak-ku o'ziga. Hikoyasi bo'yicha, ertaga afsonasi, mifi bo'yicha. G'azdoliyda tugadi. O'shaning uchun ko'plab anaqalarni ko'rsangiz, orientalistlarni ko'rsangiz, Renonni ham ko'rsangiz, ilm fan G'azdoliydan tugagan. Nimaga? Ilm fan qaytib kelish kerak. Ezgulik degan narsa Yevropadan kelish kerak. G'arb, Yevropa har doim aqlni, falsafani mahsuli bo'lgan, Sharq har doim mistikani, hissiyotlarni, ertaklarni mahsuli bo'lgan. Bunday qilib, bunday ta'lim bilan bola o'qityapsiz, yetishtiryapsiz. U qanday qilib sizni qadriyatlaringizga bog'liq bo'lib qoladi? Qanday qilib sizni bu mif bu ertak bu. Buni ertakni boshidan oxirigacha xatoligini g'arbliklar ham chiqib hozir aytyapti. Lekin ta'lim sistemasi mana shunaqa o'qitiladi. Siz qanday qilib o'zingizga bog'laydigan, o'zingizni asabiyangizga, qadriyatlaringizga, madaniyatingizga, o'zingizni insoningizga bog'laydigan bola yetishtirib chiqasiz bu ta'lim sistemasida. Siz
tayyor g'arbparast yetishtirib chiqyapsiz bunda. Muammoyimiz shunda. Tushunyapsizmi? Ya'ni bu fikr erkinligi deyapti-ku. Siz shu sistemada o'qigan, shu sistemada ko'rgan, modernizmni ko'rgan, boshqa hamma g'oyalarni jod deb bilgan, uni yomon, uni afsona, uni mif deb bilgan va faqat buni haqiqat deb bilgan va 18 yoshga yetkazgan bolaga siz qanday qilib haqiqatni yetkazasiz? Bu yerda hokim paradigma bor. Hokim paradigma bilan siz kurasha olmaysiz. Iloji yo'q. Bu yerda fikr erkinligi yo'q. Chunki bitta hokim paradigma bor. O'sha hokim paradigma bilan siz 18 yoshgacha kurasha olmaysiz. U shakllanib bo'lyapti o'sha afsona bilan. Tushunarlimi? Hech qachon fikr erkinligi, har bitta fikrga teng erkinlik, teng kuch berilmaydi hech qachon. Hech qachon yo'q u narsa. U utopiya. Ya'ni Milni bu yerda aytayotgan narsalari asosida utopiya yotibdi. Bunaqa narsa yo'q. Hayotda bo'lishi mumkin emas. Siz uni qabul qilib, Milni gaplarini qabul qilib, bo'pti, men fikr erkinligi qo'yaman degan joyingizda boshqasi kelib, o'zini paradigmasini qo'yib, o'ziga g'arbparast va rusparast yetishtiradi. Siz o'zingizni paradigmangizni, o'zingizni mifingizni, o'zingizni asabiyangizni, qadr-qiymatingizni qo'ymas ekansiz, sizni ta'lim sistemangiz, sizni mediangiz, bizda media necha yil rusparast yetishtirdi, to'g'rimi? Endi rus mediasi juda qisildi. Endi g'arbparast yetishtiryapmiz. Biz qachon o'zimiz parast yetishtiramiz? Biz ta'limni, u paradigmalarni yig'ishtirib qo'yib, o'zimiz bilim kulturasi, tarix kulturasi, falsafa kulturasi, madaniyat kulturasini mif dediku, mif tuzgan va masalan anaqa xronologik mif tuzib kelyapti. Yunonda paydo bo'ldi, shundan keyin bunday qorong'u asrlarga tushdi, keyin biz kurashdik, kurashib g'olib bo'ldik, mana qahramon deb turib, bitta qahramonni ko'rsatyapti. Siz xuddi shunday afsonani xronologik ishlab chiqasiz. O'zingizga, o'zingizni qadriyatlaringizga, o'zingizni mana shu yerda yashayotgan, o'zingizni insoningizga, asabiyangizga bog'laydigan qilib paradigma ishlab chiqasiz va o'sha bolalarni o'sha bo'yicha o'qitasiz. O'shandagina siz birdan bir jips va ko'chada ketayotganda musorni nimaga tashamaydi u? Chunki mani o'rtog'im bo'lgan Azizulloh, mani o'rtog'im bilan bo'lgan Abdulloh bundan ozor chekishi mumkin. Nimaga Yevropaga borib turib musorni tashamayapti? Chunki o'zini qahramoni Gerkules azob chekishi mumkin unda. Siz qahramon emassiz, siz antagonistsiz bu hikoyada. Ta'lim tizimida hozir o'qitilayotgan darsliklarda o'qitilayotganda siz antagonistsiz. Sizga yomonlik qilsa bo'laveradi. O'shaning uchun anu gapirayotganda o'zbeklar, ikkita o'zbek borib turib Tailandda yomonlik ish qilsa, vizani yopib qo'ysa, butun o'zbeklar iflos deyishini sababi u o'zini o'zbek deb bilmayapti. Anu Gerkules bilan birga deb bilyapti. U Gerkules. U g'arbparast u. Nima uchun Eronda chiqib olib turib, Eronda hujum bo'lganda ba'zilari chiqib olib turib, g'arbda turib o'ynadi, raqsga tushdi. Chunki Eronni madaniyati, kulturasi, Eron o'zi antagonist ular uchun. Mana shu tizim, mana shu sistema yetishtirib chiqqan buni. O'shaning uchun ko'p maktabda paradoks bor. Ko'p maktabda a'lochi o'qiganlarni ko'rsangiz, aksari g'arbparast bo'lib ketadi. Nimaga? Maktab g'arbparast yetishtirib shun darsliklar yozgan chunki. O'zi shu epistemalik nima deydi, kolonializm haqida alohida narsa qilish kerak. Kecha post ham qo'ydim. Ko'rdingizmi rasm? Mustamlakachilik turlari haqida. Birinchi o'rinda epistemologik mustamlakachilik turibdi, keyin iqtisodiy bor, madaniy, yashil, hatto fazoviy, diniy mustamlakachilik yangi turlari. Birinchi o'rinda shu epistemik kolonializmda turgan bilim usullarini boshqarish, nimani to'g'ri deb o'rgatish, shu orqali yangi shakllarda mustamlakachilik. Shu haqida boshqa bir qilgan bo'lar ekan. Hozir ikkinchi chiqib ketib qoldik-da, haligi mavzudan qat'idan. Mavzudan sal uzoqlashib qoldik. Hali meni dardlarim to'planib qolgan edi, aytib oldim. O'ziga ta'lim haqida ham o'zi endi hozir kitob boshladim avval hozir. Biz Yevrosentrizm haqida bir video qilishimiz kerak, podkast qilishimiz kerak. Orientalizmni ham
nima qilsa bo'lar ekan o'zi orientalizm kitobi. Orientalizm haqida qilamiz, Evrosentrizm va modernizm haqida podkastlar qilishimiz kerak azizlar. Hozir davom etamizmi bunda yo hali anaqa davom? Qancha bo'ldi? Xohlasangiz davom etamiz. O'zim endi hozir bir 3-4 bet bor, lekin bular to'liq nima chizib chiqaman, ya'ni gapirilishga ozgina davom etaylik, keyin zaryaddan oz qoldi. Man Endi uzoq vaqt davomida noan'anaviy fikrlarga berilgan qonuniy jazolarning asosiy zarari ularga ijtimoiy bosimni kuchaytirib kelgani bo'ldi, deyapti. Ya'ni Angliyani aytyapti. Angliyada uzoq vaqt davomida qonuniy jazolar berilishi uchun bosim kuchayib ketdi. Endi jamiyatda bosimi ancha kuchayib ketdi. Ya'ni jamiyat noma'qul deb bilgan fikrlar qonuniy jazoga olib bormaydi ham. Ba'zi davlatlarda unaqa olib bormasa ham Angliyada odamlar o'zini fikrini aytishdan qochadi, deyapti. Chunki qonuniy jazo yo'q, lekin jamoatchilik fikri kuchli, deyapti. Endi aytyapti, bir ikkita qator gaplar tashlab beramiz, foydasi yo'q. O'zgacha fikrlaydiganlarga avvalgidek salbiy muomala qilmasak ham, ularni o'ldirmasak ham yoki haligi o'zi Yevropa davrini aytyapti, o'zgacha fikrdagilarni. Ularga nisbatan munosabatimiz tufayli o'zimizga shunchalik zarar keltirishimiz mumkin, deyapti. Suqrot o'ldirildi, Suqrotni o'ldirishdi. Lekin Suqrot falsafasi samoda quyosh misoli ko'tarilib, butun intellektual koinotni o'z nurlari bilan yoritdi. O'sha demak, Suqrot o'lgan bo'lsa ham, o'ldirilgan bo'lsa ham uni falsafasi olib chiqdi, deyapti. Ya'ni o'sha davrdagi shuncha odamlar bundan mahrum bo'lishdi. Keyin nasroniylar sherlarga yem qilindi. Demak, o'sha paytda sherlarga qafaslarga tashlangan ham, birinchi xristianlar qabul qilganlar. Lekin nasroniy cherkovi ulug'vor va keng daraxt misoli o'sib bordi. Eskiroq va zaifroq dinlar va falsafalardan o'zib ketib, ularni soyasi bilan bo'g'ib tashladi. Ya'ni xristianlikka qarshi Rim imperiyasi qanchalik ta'qib qilgan bo'lsa ham, baribir xristianlik yutib chiqdi, deyapti. Endi bizning shunchaki ijtimoiy betoqatligimiz hech kimni o'ldirmaydi. Demak, ba'zi fikrlarga toqat qilmasligimiz hech kimni o'ldirmaydi. Hech qaysi fikrni yo'q qilib yubormaydi. Balki odamlarni o'z fikrini yashirishga majbur qiladi, deyapti. Yoki ularni faol targ'ib qilishga urinishdan qaytaradi. Ya'ni ular biz biror noan'anaviy fikrni ta'qib qilmoqchi bo'lsak, ular yo'q qila olmaymiz, lekin ular ichida saqlab yuraveradi, indamay yuraveradi, deyapti. Lekin o'sha fikrlar vaqt o'tishi bilan jamiyatda kuchayib ham ketmaydi, yo'q bo'lib ham ketmaydi. Ommaga har qilib ham ketmaydi. Faqat o'zi paydo bo'lgan shu ziyolilarning tor doiralarida umuman ta'sir qilmay, jamiyatga ta'sir qilmasdan yonib turaveradi, deyapti. Bu bilan status quo saqlanib keladi, hammaga qulay bo'lgan, chunki biror noan'anaviy fikrda aytgani uchun jarima solish yoki anaqa qarshilik ko'rsatilmaydi, nima hukmron fikriga qarshi e'tiroz bo'lmaydi, keyin va ularni shu fikrlash kasaliga yo'liqqan muxoliflarni mustaqil fikrlashga ham butunlay qarshilik qilinmaydi, yoqimsiz ishlar bo'lmaydi, lekin jim saqlab kelinadi, deyapti. Endi bu intellektual olamda tinchlikka ega bo'lish va undagi hamma narsani o'z holicha saqlash uchun juda qulay reja. Ammo bunday intellektual tinchlik uchun to'lanadigan narx inson ongidagi butun axloqiy jasoratning qurbon qilinishi bo'ladi. Eng faol va ishtiyoqli insonlar chin dildan to'g'ri deb bilgan tamoyillari va ishonchlarining asoslarini sir saqlashni afzal ko'rishadi. Ommaga murojaat qilganda xulosalarini ichlarida voz kechgan tushunchalarga iloji boricha moslashtirishga harakat qilishadi. Ya'ni o'zi boshqa fikrda bo'lsa ham nafratdan qochib, cancel culturedan qochib, zamonaviy tibbiyot endi mosroq harakat qilishga urinishadi. Masalan, endi misol keltirdim, shu LGBT propagandasining ta'sirida ko'p biologlar haqiqat biologik haqiqatlardan qochishga urinyapti, chunki ularning propagandasi kuchli bo'lganda, hozir emas, endi hozir ancha susayib qoldi, Trump davrida bo'lgani uchun. Bayden davrida juda cho'qqiga chiqqan edi, bilsangiz. Shularda ya'ni ilmiy haqiqatlarga o'zlari ishonsa ham, lekin nima cancel culturedan qo'rqib bekitib yurishadi, deyapti. Endi bunday misol keltiraymi? Bunga ilmiy sohada ham bunga masalan misol keltiraman-da. Bu faqat jamiyatlarda bo'lmaydi. Ilm fan sohasida ham bo'ladi bu narsa.
ilm fan sohasida. Masalan, hozir bir olim chiqib turib, evolyutsiya nazariyasini rad qiladigan asar yozishi, maqola yozishi va shu bilan Nobel mukofoti olishi mumkinmi? Yo'q, yo'q. Buni iloji yo'q buni. Masalan, Michael Behe'ni asari bor, hali o'zi bioximik, o'zini asari bor va o'sha Michael Behe'ni asaridan so'ng uni sud qilishgan, uni universiteti chiqib turib jamiyatchilikdan uzr so'ragan, yo bu Michael Behe'ni o'zini fikri, bu bizni fikrimiz emas, bizni universitetni fikri emas. Nima uchun uzr so'rayapti? Chunki agar universitet chiqib turib uzr so'ramaydigan bo'lsa, Michael Behe ham chiqib turib bu universitetni fikri emas, meni o'zimni fikrim degan. Uzr so'ramaydigan bo'lsa, finansирование to'xtaydi, moliyalashtirish to'xtaydi. Bu bir. Ikkinchisi, boya men Twitterda ko'rib qoldim, bir turkmanistonlik PhD'larni yomonlab turib, anaqa qildi-da, tweet yozibdi. Men keyin ko'rdim, nima uchun bizda, ya'ni Sharqda PhD'larni yomon ko'riladi deb. Ayniqsa ijtimoiy sohalarda, ya'ni ijtimoiy va gumanitar sohalarda o'qigan PhD'larni yomon ko'rishadi. Nimaga? Chunki ular o'zini yuqori tutishadi. Yo'q, unda emas gap. U siz PhD qiladigan bo'lsangiz, ma'lum bir paradigma bor. Modernist, sekulyar bo'lgan, sizni qadr-qiymatlaringizga to'g'ri kelmaydigan qarashdagi bir paradigma bor. Ya'ni ustun qarash bor. Va o'sha paradigma asosida PhD qilasiz. Siz u paradigmadan chiqib turib PhD qilsangiz o'tmaydi, uni himoya qila olmaysiz siz. Ya'ni bu yerda sistema, tizim nimani yaratyapti? Tizim bir xil fikrlaydigan, o'sha modernist, sekulyar paradigmani himoya qiladigan sertifikatli insonlar yaratyapti xolos. PhDchi chiqib turib, agar PhD oladigan bo'lsa, aynan o'sha paradigmani himoya qilib turib, modernist qarashni, sekulyar qarashni himoya qilib turib PhD qilish kerak. Siz boshqacha PhD qila olmaysiz. Endi o fizikadagi, kimiyadagi, boshqa fanlardagini aytmayman. Ularni o'zini addoniy muammosi bor, u Tomuz kunda keladi. U Tomuz kunni darslik qilganda aytamiz. Lekin siyosiy va gumanitar fanlarda qilsangiz, mana shunday PhD qilishga majbursiz. Chunki undan tashqariga chiqib turib qola olmaysiz. Xuddi shunday, faqat jamiyatda emas bu. Bu ilm fanda ham, hamma narsada bor bu narsa. Ya'ni bu qarash. Xo'p, davom etaveray. Aha. Endi bunday ahvoldagi jamiyat bir paytlari tafakkur olamini bezab bergan ochiq va qo'rqmas shaxsiyatlar, mantiqiy va izchil idrok egalarini yetishtira olmaydi. Bu shunchaki jamiyatda urfga ergashuvchi konformistlar yoki qulay paytda gapiradigan odamlarni vujudga keltiradi deyapti. Konformistlar o'zi bilsanglar kerak. Endi tushuntirib aytib ketaman. Atrofdagilarning fikri, odatlari yoki ijtimoiy me'yorlarga ko'r-ko'rona ergashadigan kishilar. O'zini fikrini shakllantirishdan ko'ra ko'pchilik bilan birga bo'lishdi, qolganlardan ajalib qolmaslikni afzal ko'rishadi. Ya'ni ergashuvchilar desa bo'ladi, urfga ergashuvchilar. Ya'ni bunaqa jamiyatda faqat urfga ergashuvchilar yoki tanlov qiladiganlar shakllanadi deyapti. Endi demak, bu yoq unchalik muhim emas ekan. Xo'p. Endi bidatchilar deyapti, ya'ni bidatchilar bu yerda diniy bidat emas, noan'anaviy fikrlar, heretik deydi, o'zbekcha so'z endi bidatchi deb topdim. Diniy ma'noda da keladi asosan bidatchi degani yo'q. Umumiy jamiyatdagi noan'anaviy fikr egasi desak, endi ularni jinligini foydali deb o'ylaydiganlar shuni tushunishi kerakki, ularni jinligi sababli noan'anaviy fikrlar haqida hech qachon adolatli va chuqur muhokamalar bo'lmaydi. Shu masalan nima desa bo'ladi? Bizdagi noan'anaviy fikr. LGBT deylik masalan. Bular shular noan'anaviy fikr egalari bizdagi deylik. Ularda masalan dindorlar chiqib fikrini bostirmoqchi. Endi shu bostirmoqchi bo'lganlar bilish kerakki, ularning jinligi tufayli muhokama bo'lmaydi. Ular tabu bo'lib qolib ketaveradi va bahsga turib bera olmaydiganlari ularning noto'g'riligini isbotlash orqali ular tarqashiga harakat mumkin bo'lsa-da, adolatli bahsda bo'lmagani sababli yo'qolib ketmaydi deyapti. Ya'ni ular muhokama qilinsa, shu tabu qilmasdan, uyatli, sharmandali demasdan shular ochiq muhokama qilinsa, noto'g'riligi ochiladi va tarqalib ketmaydi deyapti. Bu yerda Overton o'ynasa ham ishlab ketadi-da, bunaqa narsa ham bor keyin.
Azizullo, bizni jamiyatimizni katta muammolaridan bittasi. Bizda mana shu millarni yoki Platonlarni yoki Loklarni fikrlari ko'proq muhokama qilinadimi yoki geliklar, qiz bolaga mahrga gelik berish kerakmi, gul berish kerakmi, gul sotilishi kerakmi degan narsalar ko'proq anaqa qilinadimi? Masalan, bir yomg'ir masalasida bir tortishuv bo'lgan edi-ku. Tortishuv bo'lyapti. Ya'ni hali yomg'ir masalasida, ya'ni Xudo yog'diradimi yomg'irni yo ilm fan yog'diradimi degan tortishuvda bahs ketyapti. Chiqib turib bahsni to'xtatinglar, buni foydasi yo'q, bahsni to'xtatinglar deb qayta gapirayapti-da. O'shanga borib aytayapman, "Oy, nima qilaylik? Gelik beraylikmi, bermaylikmi deb tortishaylikmi? Ilmiy bahs bo'lyapti-ku, ilmiy munozara, foydasi yo'q. Foydasi yo'q. Darrov to'xtatiladi. Gul berish kerakmi yo'qmi, gul bergan gulni sotish kerakmi yo'qmi, o'sha ya'ni bu agar fikrlar xilma-xilligi bo'laveradigan bo'lsa, boshqalar bo'laveradigan bo'lsa, biz asosiy mavzuga qachon qaytamiz degan savol ham tug'iladi-da. Biz qachon jamiyatning asosiy qiynab turgan narsalarini tortishamiz? Faqat erkak bilan ayolni sevgi muhabbatidan, ishqidan va erkaklarni ayollarni erkaklarga bo'lgan zulmidan, patriarxat davlat jamiyatda yashayotganimizdan tashqari fikrlarni bayon qilamizmi? Erkaklar ayollarni yomonlashdan, ayollar erkaklarni yomonlashdan to'xtab turib boshqa narsaga o'ta olamizmi bunaqada? Shu muammo ham bor-da. Davom etaveraymi? Ha? Endi lekin bularda taqiqlarda eng katta zararni bid'atchilar ko'rmaydi, ya'ni bu fikrlarda noan'anaviy fikrlar taqiqlanishidan eng katta zararni bu noan'anaviy fikr egalari ko'rmaydi. Eng katta zararni shu noan'anaviy fikrga kelib qolish qo'rquvida o'zini aqliy rivojlanishini cheklatib qo'yadigan fikrlashdan qo'rqib qoladiganlar duchor bo'ladi, deyapti. Ya'ni endi LGBT bizda o'tinglarligi qo'pol mavzu bo'lgani uchun tushmayapti, lekin boshqa misol topish kerak, hayolimga kelmayapti. O'zim bu yoqdagi muhokama masalan bitta nashakash tanishim bor edi, o'sha aytardi. Bu nasha aroqdan ko'ra zararsizroq. Aroq ichgan odam urushadi, mast bo'ladi, janjal qiladi, to'palak qiladi. Nasha chekkan odam maza qilib chekkada kulayib o'tiradi. Nashani qonuniylashtirishimiz kerak degan edi-da. Masalan, u ham bitta fikrda, u ham. Shuni olaylik, masalan, shuni olaylik. Masalan, nashani zarari aroqdan kamroq degan fikrni olaylik. Xo'p. Endi bitta odam bilmayapti bu nimani, haqiqatda samimiy bilmaydi. Lekin muhokama yo'qligi uchun bilmasdan qolib ketadi va fikrlanmay qoladi. Agar muhokama bo'lsa, bu tushunyapti, u yerda solishtiradi, bu fikr solishtiradi va anglab oladi. Lekin bu unaqa bo'lmasa, muhokama bo'lsa qolib ketadi, fikrlashdan qo'rqib qoladi degan fikrda aytayaptiki. Masala shunda, Azizullo. Bu Lokda ham uchraydi, Milda ham uchraydi, Bekindan keyingi siyosat falsafachilarida uchraydigan narsa. Masalan, man moyilligim paydo bo'lib qolishi mumkin nashaga, yoki G'olibni yoki Davronni LGBTga moyilligi paydo bo'lib qolishi mumkin deb turib e'tiroz bildiradi-da. Platonlar shuni aytadi. Platonlarni ko'rsangiz, oldingi davrlardagi, ya'ni fikrlash dunyosi qanchalik individualizmga burilib ketganini tushunishingiz uchun aytaman. Platonlar bunga qanday e'tiroz bildirardi? Platonlar aytardiki, tamom, bir kishi unga bo'lib qolishi mumkin, bunga bo'lib qolishi mumkin, lekin kelajakda jamiyatda ana shu fikrlarni bostirganimiz uchun, ana shu fikrlarni taqiqqa qo'yganimiz uchun 50 yildan keyin emas, turli xil axloqsiz narsalarni, masalan, giyohvandlik, yoki ichkilikbozlik, LGBT, yana bir bola va 15 ta narsani, mana shularni buni umuman yopib qo'yganimiz uchun 50 yildan keyin axloqiy jamiyat tug'iladi. Ya'ni axloqiy jamiyat tug'iladi, 50 yildan keyin tug'ilgan bola avtomatik ravishda buni yomonligini bilib, avtomatik yaxshi jamiyatda va yaxshilikni norma sifatida qabul qilgan jamiyatda tug'iladi deydi. Hozir buni qarashida, bola tug'ilyapti, bir tomonda nashani normal deyotganlar bor, bir tomonda LGBTni normal deyotganlar bor, bir tomonda uni, bir tomonda buni. Bola nimani normal qabul qilishni bilmay qolyapti. Tushunyapsizmi? Ya'ni normal degan narsani o'zi yo'qolib qolyapti.
u qaysi insonlarning ritorikasi populistikligi e, anaqa bo'lsa, ta'siri kuchli bo'lsa, uni atrofida, masalan, nashakashlarning atrofida o'sgandan keyin baribir nashakash bo'lib ketadi u. Ya'ni siz buni to'xtata olmaysiz. Platon shunaqa e'tiroz bildirardi. Ya'ni davr o'tib, individualizmni qanchalik shakllanganini mana shu yerdan bilsak bo'ladi, Nil davrida. Xo'p. Endi shu aytyaptiki, shunaqa odamlar orasida vijdoni o'ta vijdonli, o'tkir va nozik farosatga ega, tinib tinchmas zehni sabab hayotini mashaqqatda o'tkazadigan odamlar bor ekanki, shularda ya'ni o'zini fikrini jamiyatdagi normaga muvofiq keltirish uchun hayotini doim mashaqqatda yashab o'tadi deb aytadi. Endi misol qilib aytsak bo'ladi, Darwin, Lev Tolstoy o'xshagan odamlar shu xristianlikka o'zi moslasholmaganda, lekin dogmalar qabul qilishda qiynalib yashagan deb misol qilsa bo'ladi. Endi buni AIdan ko'rib qilgan edim, misol keltirish uchun. Xo'p, aql zakofati qanday xulosaga yetaklamasin, ularni ortidan borishni o'zini mutafakkir sifatidagi birinchi burchli tan olmagan hech qaysi shaxs buyuk mutafakkir bo'la olmaydi, deyapti. Endi muhim fikrlardan fikr erkinligi faqat buyuk mutafakkirlar yetishtirish uchun emas, bu oddiy inson uchun, o'rtamiyona uchun ham kerak, deyapti. Umumiy aqliy pullik muhitida alohida mutafakkirlar bo'lgan, ya'ni o'ta shu despotizm paytida erkin fikrlar, mutafakkirlar chiqqan, lekin umumiy jamiyat o'rtamiyona bo'lib qolavergan, deyapti. Mana fikrni aytyaptiki, ishtiyoqni uyg'otuvchi yirik muhim masalalarda munozaralardan qochilsa, jamiyatda ongi ildizlardan silkitilmaydi. Eng sodda odamlarning fikrlovchi mavjudot darajasiga ko'tara oladigan turtkilar berilmaydi, deyapti. Ya'ni muhim, eng haligi fundamental savollar o'rtaga qo'yilmasa, muhokama qilinmasa, deyapti. Endi bu holatga Yevropaning reformatsiyadan keyingi davrini misol qilib olish mumkin. Reformatsiyadan keyingi bitta, deyapti. Keyin ikkinchisi 18-asrning ikkinchi yarmida, deyapti. Bu ma'rifatparvarlik davri. Uchinchisi Germaniyada Goethe va Fichte davridagi yuqori shiddatli intellektual faoliyat. Shu uchta davr: reformatsiya, ma'rifatparvarlar, enlightenment, keyin Germaniyadagi Goethe Fichte davri. Endi ushbu davrda shakllantirilgan fikrlar bir-biridan o'ta farqli, lekin uchovsida ham o'sha uch hokimiyat bo'yinto'rg'i sindirilgan, ya'ni an'anaviy diniy, fikriy va siyosiy hokimiyatlar sindirilgan, deyapti. Hop, hozir shu bilan tugatsak bo'lar ekan. Har birida eski aqliy despotizm uloqtirib tashlangan va yangi istibdod ularning o'rnini egallamagan. Shu uch davrda berilgan turtki Yevropaning hozirgi holatiga kelishiga sabab bo'ldi. Insonlar ongida yoxud institutlarda sodir bo'lgan har bir rivojlanish ana ulardan biriga borib taqaladi. Bu turtkilar bergan quvvat asta-sekin tugab borayotgandek ko'rinyapti. Aqliy erkinligimizni yana bir qaytarib o'qimagunimizcha yangi davrni kuta olmaymiz deb shu yerda tugatyapti birinchi anaqasini. Ya'ni har bitta yangilik o'sha davrdagi eski aqliy ilmiy despotizmni uloqtirib tashlagan, deyapti va shunaqa bo'lish kerak degan fikrni aytyapti. Shu yergacha to'xtatamiz-a? Bu yerda argumenti bu birinchi qismi edi. Haligi esingizda bo'lsa 4 xil variant aytgan edi. An'anaviy fikrda birinchisi an'anaviy fikrda to'g'ri bo'lishi, keyingisi nima deydi? Qotib qolishi bor edi. An'anaviy fikrda jamiyatda to'liq to'g'ri ham emas, xato ham emas bo'lishi, keyin to'g'ri bo'lsa ham muhokama qilinmasa, odamlar unutib qo'yishi, keyingisi umumiy yo'q bo'lib ketishi. Shular 4 xil aytgan edi. Argumenti endi birinchi qism tugadi. Hozir birinchi qism tugadi, ha, shunda. O'sha endi ikkinchi qismi aytib o'tib ketsam, an'anaviy fikrda xato bo'lish ehtimolini chetga surib, to'g'ri deb farz qilamiz, deyapti va fikr to'g'ri bo'lsa ham uni tez jur'at bilan muhokama qilib turish kerak degan fikrni aytyapti. Bo'lmasa dogmaga aylanib qoladi degan fikrni aytyapti. Keyingi anaqasida. Bu yerda anchalik o'zini ongida borib kelib keladi-da, polemika qilib, unaqa deyish mumkin bo'ladi, bunaqa deyish mumkin deb turib aytib keladi ancha. Bu kalomiy uslub. Bunaqa desangiz, bunaqa javob beramiz, bunaqa desangiz, bunaqa javob beramiz. Shu yergacha unaqa yana emas, planni to'ldirib turib. Xo'p, hurmatli tomoshabinlar, shu yerda to'xtatamiz.
Va keyingi ko'rsatuvlarda, keyingi podkastlarda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Ko'rganinglar uchun rahmat.